Assalomu alaykum azizlar va nihoyat video qilishga vaqt topdi va men bundan juda ham mamnunman, chunki bo'lishadigan narsalarim ko'p, lekin bugun urg'uni aynan sun'iy intellektga beramiz, chunki men o'shanga bog'liq kurs, ya'ni prompt engineering kursini muvaffaqiyatli tamomladim va hali hamon o'qimoqdaman. Bu nima degani? Sentabr oyida O'zbekistonda fuqarolarni raqamli bilimlarini rivojlantirish markazi grant tashkil qildi. Bunda demak, deylik, muvaffaqiyatli, ya'ni juda ham ishtiyoqi katta insonlarni sun'iy intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus kurs tashkil qilindi va unda saralash bo'ldi va men o'sha grantga sazovor bo'ldim. Demak, kursning nomi Prompt Engineering edi va nomlanishi juda ham qo'rqinchli. Lekin buning mantiqi, prompt bu so'rov berish, engineering bu muhandislik. Ya'ni so'rov berish muhandisligi. Sun'iy intellekt bilan to'g'ri muloqot qilish ko'nikmalari. Prompt engineering. Undan keyin prezidentimiz tashabbusi bilan 5 million prompters degan dasturda qatnashdim va uni ham muvaffaqiyatli tamomladim. Undan keyin hozirgi kunda o'qiyotgan dasturim bu Oxford University'ning online AI prompters degan dasturi. Bu BMT tomonidan deylik moliyalashtiriladi va men u grantni ham yutib oldim. Demak, O'zbekistondagi o'qigan fundamentlarim menga o'sha grantni, Oxford University tomonidan taqdim qilinadigan grantni yutib olishga menga juda ham katta yordam berdi va hali hamon o'qimoqdaman u yo'nalishda. Demak, shu kungacha ham nimalarni o'rgandim. Boshida prompt engineering desa, bu menga juda ham qo'rqinchli eshitildi. Chunki engineering so'zi aytganimdek bu muhandislik degani. Men esa muhandis emasman, men gumanitarman. Demak, undan keyin tushundimki, biz yaxshi foydalana olmaymiz. Ya'ni ChatGPTga savol berganda, u o'rtacha javob beradi. Biz aynan kutgan, biz xohlagan javobni olmaymiz. Ba'zida insonlar, foydalanuvchilar g'azabi ham chiqib ketadi. Demak, prompt engineering ko'nikmasi bu sun'iy intellekt dasturlari bilan to'g'ri muloqot qilish. Ya'ni prompt bu, siz unga so'rov berasiz. Har doim so'rovni o'zini tartiblari bor. Bu demak, bu yo'nalish bo'yicha menimcha alohida video qilaman yoki sizga link tashlayman, aynan qanday foydalanish kerak. Undan tashqari, hozirgi zamonda prompt engineering nafaqat ChatGPTdan foydalanish, hozir minglab, 100 minglab shunday ko'p dasturlar borki, sun'iy intellekt orqali video, rasmlar, kliplar, multiklar, musiqalar hammasini yozish mumkin. Demak, o'sha dasturda hammasini qilishga sazovor bo'ldim va hatto vibe codingni ham o'rgandim. Vibe coding nima desangiz, hozirgi kunda o'zingiz kodlarni kirgizmaysiz. Demak, sun'iy intellekt dasturi orqali siz instruksiya berasiz. Nima xohlayotganingizni, qanday veb-sayt xohlayotganingizni va u sizga ko'zingizni yonida boshlaydi kodlar yozib, o'sha narsani tayyorlab berishga. Men 2019-yilda dasturchilik kursiga qatnashganman. Unda Sublime degan dastur bo'lardi. Uni ochasiz va birma-bir index.html va hokazo qilib kiritasiz va o'shanda shunaqa menga bu soha qiyin ko'ringan, lekin men veb-saytlar yaratishga qiziqardim. O'zimni aynan tadbirkorlik subyektlarim uchun, lekin bu narsadan voz kechib, yaxshisi sotib ola qolaman deb, demak, aynan veb-saytni yaratadigan insonlarga to'lov qilib o'sha veb-saytlarni qildirganman. Lekin hozir kunga kelib, men o'zim xohlagan veb-saytni yaratyapman va bu menga uzog'i bilan 5-6 daqiqa olmoqda, mendan 5-6 daqiqa, lekin keyin o'zingizga moslab yana, demak, sun'iy intellektga siz yana vazifa berasiz, bunday qilishing kerak, bunday qilishing kerak deb, u sizga to'g'lab boradi. Demak, vibe coding aynan shu ekan va menga bu juda ham yoqdi. Demak, prompt engineering deganda nafaqat demak, rasm, videolar yaratish emas, hatto institutda ham, o'qishda ham prezentatsiya tayyorlash mumkin. O'zingizga kerakli ilova yaratib olib, demak, so'z deylik, so'z yodlashga, ko'plar IELTSda speaking qilishga insoni yo'q. Hatto sun'iy intellekt bilan o'shanaqa ilova ham yasab olishingiz mumkin. Demak, meni xulosam, sun'iy intellekt bu umuman deylik, hozirgi trend, bu vaqtincha emas. Demak, bo'ldi, o'sha narsa boshlandi. Misol uchun, telefon yaratildi, odamlar hozir qiziqib, keyin telefonga qiziqishi yo'qolib qoldi emas.
sun'iy intellekt bo'ldi, hamma foydalanmoqda. Endi u yanada takomillashtirib, yana murakkablashib boradi va menimcha bu ko'nikma albatta maktab programmasiga qo'shilishi kerak. Misol uchun, men qizim maktabda hali hamon deylik kod yozishni o'rganar ekan, lekin bu hammaga qiziq emas. Vibe coding bo'lsa, hammaga qiziq. Keyin deylik maktab ko'nikmalarida o'sha sun'iy intellektlarni qo'shib, bolalarga vibe coding, to'g'ri so'rov berish va albatta sun'iy intellekt etikasiga urg'u berish kerak. Chunki sun'iy intellektdan olgan ma'lumot har doim 100% to'g'ri emas. Uni chegaralari bo'lishi kerak. U sizga demak doktor bo'la olmaydi, yurist bo'la olmaydi, u sizga ota-ona bo'la olmaydi. Shuning uchun o'shanaqa etikalar bu juda ham muhim deb o'ylayman va uni umumiy demak qiyin vazifalarni yengillashtirishda foydalanishni tavsiya beraman. Misol uchun, men yozda game development Mason University tomonidan game development programda o'qidim va juda ham qiynaldim, chunki aytganimdek kod yozish meniki emas. Va sun'iy intellekt kursiga kirganimda, demak o'sha o'yinlarni endi sun'iy intellekt orqali yasash mumkinligini o'zimga kashf qildim. Ya'ni bu bizni vaqtimizni tejaydi. Umumiy demak g'oyamizni ko'rinishini beradi. Agar inson shu narsani yanada chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsa, endi u albatta demak dasturlashga qiziqadigan inson bo'lishi mumkin. Hozircha shu, menimcha alohida videolarda siz bilan ko'rsatib borishib boraman. Shu kungacha nimalar qilayotganimni va qanday uni amalda qo'llayotganimni. Lekin ayta olaman, sun'iy intellekt hozir demak prezidentimiz tashabbusi bilan ochilgan dastur 5 million promptersni albatta ko'rib, unga qo'shilib o'qishga harakat qiling.